Bugungi dunyo kechagi dunyoga o'xshamaydi. Shuning uchun kechagi dunyoning talablari bugungi dunyo uchun eskirdi. Ilm-fan va zamonaviy texnologiyalar ildamlab ketayotgan bugungi dunyoda har bir mamlakatning o'z o'rniga ega bo'lishi oson ish emas. Dunyo deganlari kun sayin kuchayib borayotgan raqobat maydoniga aylandi. Zamon talablari taqdirlarni o'zgartirib yuborayotgan global dunyoda turli sohalarda yetakchi bo'lish masalasi muhim hisoblanar ekan, demak, kadrlarni kasbga tayyorlashga yuksak talablar qo'yilmoqda. Texnologik innovatsiyalar sohasida ham mutlaqo yangi tamoyillarning ortib borayotganini, oliy ta'lim tizimidagi barcha bo'g'inlarni tubdan yangilash zaruriyatini yuzaga chiqarmoqda. Ayniqsa, suv va havodek zarur muhandis-texnologlar tayyorlaydigan oliy dargohni tashkil etish zamon talabiga aylandi. Chunki muhandislarning jahon standartlari talablariga javob beradigan yangi avlodini yetishtirishni davrning o'zi taqozo etmoqda. Zamonaviy muhandislik bilimlariga ega, kreativ fikrlaydigan, innovatsion texnologiyalarni yaratish va joriy etish ko'nikmalariga ega mutlaqo yangi mutaxassislar avlodini tayyorlash talab etildi. Paydo bo'lgan muammoni hal etish maqsadida 2022-yilning fevral oyida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi farmon qabul qilindi. Unga ko'ra, Samarqand Xalqaro texnologiya universitetining tashkil etilishi ta'lim sohasida yangi dadil qadam bo'ldi. Yangi O'zbekistonni qurilish bosqichiga kirdik biz va men ma'rifchi sifatida, ammo ma'rifda 62 yildan beri o'qituvchilik qilyapman. Faxrlanmanki, men muallimman avvalo, butun umrim boshqa joylarda ishlagan bo'lsam, baribir negizi muallimlik. Men faxrlanmanki, taqqoslashga imkoniyatim bor. Mana masalan oldin 77 ta davlat universitetlari bor edi, oliy o'quv yurtlari. Shavkat Miromonovich vazifa qo'ydilarki, biz agar ochiq demokratik mamlakatni haqiqatan ham biz qurmoqchi bo'lsak, agar jahonga chiqmoqchi bo'lsak, muvozanat bo'lishi kerak ta'limda ham davlat va nodavlat muassasalari. Ben aytishim kerakki, u kishi tashabbuskor nodavlat universitetiga ham va u kishini bir xususiyati borki, shu maqsad natija. Faqat shu birinchi, ikkinchi, uchinchi va 49-chi demak vazifada aniq ko'rsatilgan lo'nda qilib, bizga nodavlat universitetlarni endi kerak, bu bir kamida 50 ta kerak, kamida hozir 50 ta, shu 5 yillikda va maxsus bir jumla. Demak, xorijiy davlatlarni yetakchi texnik universitetlar bilan birgalikda Samarqand Texnologiya universiteti ochilsin. Universitetning o'ziga xos xususiyati shundaki, ta'lim to'liq ingliz tilida olib boriluvchi, yangi O'zbekistonning zamonaviy muhandislarini yetishtirishga yo'naltirilgan ilk xususiy xalqaro texnologiya universitetlaridan biri ekanligidir. Maktabgacha qishloq xo'jalik, meditsina va pedagogika emas, texnologiya universiteti. Injenerlarni tayyorlaydigan universiteti. Samarqand 50 yil davomida injenerlarni tayyorlamagan. Umuman shu masalani unutgan. Bizda mana shu 50 yil muqaddam bir bor edi Samarqand davlat universiteti tarkibida ITF injeniya texnika fakulteti. Lekin 9 yil bo'ldi, uni bekitishdi. Va faqat injener, bu qurilish institutida quruvchilar injenerlar, boshqa va kooperativ institutida oziq-ovqat texnologiya injenerlari bor edi. Bizni universitetimiz bu tubdan yangi yondashuvi. Nega? Gap shundaki, biz avvalo mana shu konsorsiumning vakillari va homiylar kengashining raisi Baxtiyor Fozilov taklif qildilarki, Amerikada va jahonda number 1 hozir Colorado School of Mines, bu konchilik universiteti, eng yetakchi geologiya va konchilik bo'yicha
va o'shalar bilan aloqa uchrashib shartnomani imzolab biz tayyorladik mana shu master planni. Buni xususiyati demak xalqaro ingliz zabonlik Amerika modelini demak Samarqand xalqaro universitetini ta'sis etish va bu master plan bu men o'ylayapmanki hozir bironta universitetda O'zbekistonda shu yo'q. Bu birinchidan 100% xorijiy standartlar 10 yilga rejalashtirgan barcha sohalarimiz bo'yicha mana masalan computer science, IT sohasi va 100% xalqaro demak o'quv dasturlarini xususiyati bizni talabalarimizni bitiruvchilarni boshqalarga nisbatan hozir xohlasa Amerikaga borishga Silikon vodiysiga Microsoft, Apple'mi yoki Oracle bo'ladimi yoki Elon Musk'ni Tesla'si bo'ladimi bolalarim bemalol yuborishi mumkin chunki va ular qabul qilib mana shuni birinchi navbatda qarasalar Amerikani o'quv rejalari darslar kim beryapti 6 ta hind professorlari Amerikada o'sha Silikon vodiysida hamma mana shu hozir men aytgan kompaniyalarning rahbarlari hammasi hind professorlari chunki hozir eng ilg'or mana shu rivojlangan Hindistonda birinchi navbatda keyin baholari Amerikani va men aniq bilamanki bolalarim bemalol jahonga chiqishi mumkin. Men Samarqand Xalqaro texnologiyalar universiteti rektori professor Yusuf Abdullayev bilan Texasdagi Vaillant universitetida prezident lavozimida ishlayotgan paytimda tanishganman. U menga universitetning kelajak rejalari haqida so'zlab berdi va ishga taklif qildi. Men ilgari Samarqand haqida biroz eshitgan edim. O'zbekiston haqida ham ozgina ma'lumotim bor edi. Ammo meni ayniqsa o'ziga tortgan jihat mutlaqo yangi universitetni yo'lga qo'yish imkoniyati va bu orqali talabalar hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatish edi. Eng muhim vazifamiz talabalarning o'sishiga hissa qo'shish, chunki aynan ular kelajakda yangi O'zbekistonni barpo etishda faol ishtirok etadilar. Aynan mana shu g'oya meni chuqur ilhomlantirdi. Professor o'qituvchilar hamda talabalar nafaqat ko'p yo'nalishli laboratoriya markazi uskunalariga, balki kreativ muhandislik markazi uchun maxsus xarid qilingan qurilmalar va texnologiyalardan foydalanish imkoniga ham ega bo'ladilar. Tez orada universitet Fusunkor Zarafshon daryosi bo'yidagi 6 gektarli maydonda joylashgan yangi o'ta zamonaviy binoga ko'chib o'tadi. Hozirda universitet tuzilmasida g'arb va sharq tillarini o'rgatishga ixtisoslashgan til markazi, abituriyentlar uchun tayyorlov maktabi, bundan tashqari axborot texnologiyalari markazi mavjud bo'lib, ular informatika, robototexnika va sun'iy intellekt sohasida mutaxassislar tayyorlashga yo'naltirilgan. Shu bilan birga xalqaro universitetda qadim yurtimizning tarixi, uning buyuk davlatchilik o'tmishi, yoshlarga vatanning kechagi kunlarini o'rgatish darslarining kiritilishi talaba yoshlarda ona vatanga muhabbat tuyg'ularini o'stirishga xizmat qiladi. Chunki dunyo tillarida gaplasha oladigan, yuksak texnologiya sirlarini o'rganayotgan talaba o'zining vatani tarixini bilishi va qadrlashi muhimdir. Kutilmagan qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Men Navoiyda edim u paytda. Opa vaqtingiz bormi? Bir kelasizmi? Dedilar. Albatta dedim. Nima uchun deyishga deya olmadim. Albatta aytgan kunlariga, aytgan belgilagan soatlariga men bir dasta kitoblarim bilan yetib keldim. Domla mana shu yerda ish boshlaganingizdan xursandman. Bolalarimizni ko'zi yana ham ochilar ekan endi, kattaroq ochilar ekan qalb ko'zlari dedim. Domla shu bir narsani o'ylab yuribman, Xosiyat opa dedilar. Shu bolalarga dedi kitoblarimni stoldan olib bitta eng kichigini qo'liga oldida Vatan darsi degan kitob edi. Talabalarga mo'ljallangan. Siz mana shundan dars o'tasiz dedi. Hayron bo'lib qoldim. O'tasiz dedi, siz o'talasiz dedilar. Shundan keyin men vatan haqida ozmi ko'pmi kitoblarim, maqolalarim, bir kitob she'rlarim bor edi va men yana vatan haqida aytmagan gaplarim esimga tushdi.
birinchi kurs talabalariga men vatan tuyg'usini, vatan muhabbatini singdirishim kerak. Muhandislar kerak O'zbekistonga degan she'r ham yozganman. O'shandan ilhomlanib, lekin uni asosida bizni milliy madaniy tuyg'ularimiz, vatan yotish kerak asosida. Mayli, bu xalqaro universitet. Bunda tugallab, qo'liga diplom olganlar butun yer yuziga tarqalib ishlashga haqli. Lekin yurakda, qo'lda diplom bilan yurakda vatanni olib ketish kerak. Universitetda barcha bo'limlar xorijiy mutaxassislar rahbarligi ostida faoliyat yuritadi. 2026-yilga kelib, universitetda 4K ilg'or texnologiyalarini yaratish sohasida xalqaro sifat bosqichga ko'tarilish, 4-sanoat inqilobini ifodalovchi xalqaro texnopolisni yaratish borasida ishlar olib borilmoqda. O'shanda muhandislik sohasini raqamlashtirishni kengaytirish, sun'iy intellektni amalda tatbiq etish hamda biomuhandislikning yangi yo'nalishlarini o'zlashtirishga erishish mumkin. Albatta biz jahon uchun tayyorlamayapmiz. Biz birinchi navbatda o'zimizga, lekin shu bilan birgalikda ularga imkoniyat bor butun jahonga chiqishga. Prezident farmoni biz uchun nihoyatda kuchli poydevor bo'ldi va biz mana shu birinchi navbatda murojaat qildik sheriklarimizni topdik va hozir bizda 50 ta xorijiy professor 18 ta mamlakatdan va yo'nalishlarimiz bu yerda konchilik va geologiya, neft gaz injineriya va kimyo injineriya. Buni amerikalik bizni demak sheriklarimizni biz tashkil qildik uni. Hindiston bilan biz computer science demak va ikkita eng ustuvor yo'nalishi qaysi? Sun'iy intellekt va kiber xavfsizlik. Bu eng dolzarb hozir. Bu Hindiston bilan. Xitoyga qanaqa Shavkat Miromonovich va Si Jinpin uchrashdilar 2 yil muqaddam Xitoyda, Siangda. Biz ham o'sha yerda qatnashib, ikkita shartnomani imzoladik va eng yirik energetika universitetlaridan biri Jilin universiteti bilan shartnoma imzolab, biz Xitoylarni Markaziy Osiyo yagona texnik instituti, Xitoy demak energetika institutini tarkibimizda ochdik. Menimcha universitetda bu istiqbollari juda ham yaxshi. Birinchidan universitet rektori juda ham intiluvchan va katta tajribaga ega professor. U kishi universitetni kelajagini porloq qilish yo'lida qattiq ishlamoqda va turli xalqaro universitetlar bilan hamkorlikni yo'lga solmoqda. Ikkinchidan, bu yerda ishlaydigan professorlar juda ham katta potensialga ega va ular demak universitetni kelajagiga poydevor qurishga katta hissa qo'shyapti. Ular talabalarga o'zini farzandlaridek munosabatda bo'lib, bor bilimini va o'zining tajribasini ular bilan ulashishga harakat qilyapti. Universitetda hozir xalqaro tajribalar keng tatbiq etilyapti va universitet demak o'zini yo'li bo'yicha shahdam qadamlar bilan ketmoqda. Koreys texnologiya va madaniyat institutini ochdik. Bu yangi. Demak, 3 ta yo'nalishi: tiklanadigan energiya, dizayn, bu industrial design, sanoat dizayni, qurilish dizayni va uchinchisi raqamli iqtisod. Buni ham ochdik biz. Bu Koreya bilan. Xususiyati shundaki, mana bularni biz darslarimiz hammasi ingliz tilida ketyapti va shu bilan birgalikda Xitoy fakultetida, Xitoy institutimizda ham Xitoy tili mana 2 yil o'qib, hozir bolalarim ketyapti Xitoyga va davom etadi 3-4-yilni o'sha yerda. 2 yil Samarqandda, 3-4 kurslar Koreyaga ketadi. Xalqaro toifadagi professorlar universitetni muvaffaqiyatli rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Ular ingliz tilida ravon so'zlashuvchi, ko'p millatli professor o'qituvchilar tarkibi bo'lib, unda jahonning 18 mamlakatidan 50 dan ortiq nufuzli o'qituvchi va murabbiylar pedagogik faoliyat olib boradi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Kamerun, Hindiston, Janubiy Afrika, Fransiya, Filippin, Xitoy, Janubiy Koreyalik tajribali professorlar universitetning faxri sanaladi. Ularning orasida professor Bobbi Hall alohida o'rin tutadi. U Amerika oliy ta'lim muassasalarida 40 yildan ortiq ilmiy pedagogik ish tajribasiga ega bo'lib,
Faoliyatining 18 yilini Texasdagi Wayland universiteti prezidenti sifatida davom ettirgan. 2024-yilning avgust oyidan e'tiboran professor Bobbi Hall Samarqand Xalqaro texnologiya universitetining provosti, ya'ni bosh prorektori lavozimida faoliyat yuritmoqda. Taniqli olim amerikalik Bobbi Hilldan so'radim. Bugun siz o'qitayotgan bizni vatandoshlarimizni, farzandlari, yoshlarimiz, talabalarimizni qiziqishlari qanday? Amerikalik yoshlar bilan taqqoslaganda qaysi jihatlarini sezdingiz degan savolga ham hurmatli professorning javoblarini ma'lum qilamiz. Bu juda qiziqarli savol, biroq shuni aytishim mumkinki, yoshlar qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, ular bir xil. Bu faqat Amerika Qo'shma Shtatlari va O'zbekistondagi tajribamga emas, balki boshqa mamlakatlardagi tajribamga ham asoslangan. Barcha yoshlar yo'l-yo'riqqa, atrofida kuchli ta'lim tizimi va qo'llab-quvvatlashga muhtoj. Biz aynan shu imkoniyatni bu yerda yaratmoqchimiz. O'zbekistonlik talabalar nihoyatda salohiyatli, intellektual darajasi yuqori. Ularni oldinda ulkan kelajak kutmoqda. Albatta, ularning ta'lim sifati borasidagi tajribalari biroz farq qilishi mumkin. Har qanday mamlakatda bo'lgani kabi, O'zbekistonda ham maktablar o'rtasida farqlar bor. Ba'zilari kuchliroq, ba'zi talabalar esa universitet darajasiga boshqalarga qaraganda yaxshiroq tayyorlangan bo'ladi. Meningcha, eng katta farqlardan biri bu, ayrim talabalar universitet darajasidagi o'qishga tayyorlik darajasida. Kurs materiallarini o'zlashtira olish juda muhim. Ammo ba'zilar bu borada hali yetarlicha tayyor emas. Biz esa ularni zarur darajaga yetkazishga yordam berishimiz kerak. Shundan so'ng ular akademik dasturlarda to'laqonli ishtirok eta oladilar. Shuni ishonch bilan aytishim mumkinki, bu yerda o'qiyotgan talabalar Amerika Qo'shma Shtatlaridagi tengdoshlari kabi qobiliyatli. Yaqinda taniqli bir amerikalik olimning fikrlarini o'qib qoldim. Yer yuzidagi juda katta kashfiyotlar, yangi uyg'onishlar Markaziy Osiyoda bo'lishi mumkin va aniqrog'i O'zbekistonda bo'lishi mumkin degan bir fikrni ilgari surdi. Lekin afsuski bu olimning ism shariflari xotiramda yo'q. Bugungi kunda Samarqand Xalqaro texnologiyalar universitetida ishlayotgan olimdan ana shu fikr haqidagi munosabatlarini so'radim. Men bu fikrga ko'p jihatdan qo'shilaman, chunki Markaziy Osiyo har doim dunyoning asosiy savdo yo'llaridan biri bo'lgan. Bu bugun ham shunday. Markaziy Osiyo, ayniqsa O'zbekiston hali to'liq o'rganilmagan yoki yetarli darajada foydalanilmagan katta resurslarga ega. Endilikda bu boyliklar global sahnada namoyon bo'lib bormoqda. Shu sababli yaqin yillarda ushbu mamlakatda iqtisodiy rivojlanish jadal tus oladi. Aksariyat hollarda esa aynan iqtisodiy taraqqiyot boshqa sohalarning ham rivojlanishiga zamin yaratadi. Bugungi kunda dunyoning turli hududlaridan Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekistonga bo'lgan qiziqish ortib borayotganini ko'rib, bu mintaqaning kelajagi porloq ekanini anglash mumkin. Menimcha, O'zbekistonning kelajagida faqat yorqin istiqbollar bor. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu yo'nalishni faol qo'llab-quvvatlamoqda va ilgari surmoqda. Samarqand Xalqaro texnologiyalar universiteti esa ushbu taraqqiyotga hissa qo'shuvchi yetakchi maskanlardan biriga aylanishni maqsad qilgan. Biz kelajakda O'zbekistonda ijobiy o'zgarishlar, barqaror rivojlanish va yaxshi natijalarni kutmoqdamiz. Kuchli ilmiy salohiyatga va jahonning yetakchi ilmiy markazlari hamkorligida ishlab chiqilgan ta'lim dasturlariga tayanib, universitet zamonaviy muhandislik bilimlariga ega, kreativ fikrlaydigan va iqtisodiyotning real sektoriga innovatsion yechimlarni joriy etish qobiliyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash jarayonini yo'lga qo'ygan. Endi jahonga chiqqandan keyin boricha moslashtiryapmiz mahalliy o'zimiz tajribamizni va xorijini, va chunki demak 50 ta xorijiy, bizda bor yo'q 13 ta mahalliy domlalarimiz, qolgan hammasi 50 ta xorijiy. Mana masalan hozir jahonda lider, eng peshqadam yuradigan hozir IT bo'yicha bu Hindiston. Va Amerikani agar men hozir keltirganman, Tesla bo'ladimi, Microsoft bo'ladimi, Oracle, Apple va boshqalar hammasida bosh direktorlar hindlar. Egasi bo'lishi mumkin, Elon Musk bo'lishi mumkin, Bill Gates bo'lishi mumkin yoki Zuckerberg bo'lishi mumkin, lekin ijrochi direktorlar hammasi hindlar.
bu ana va bizda ham mana shu demak kiberxavfsizlik bu birinchi navbatda va sun'iy intellekt 6 ta hind professorlari mana shu ularning kitoblari 2 yil davomida mana shu professorlar 5 ta kitobni chiqarishdi va mana shu 5 ta kitob printed in the United States Amerikada chiqqan va ayniqsa bu yerda qayerga rasmiylashtirilgan Library of Congress Kongress kutubxonasida mana shu 5 ta kitob qayerda siz ko'rganki mana O'zbekistonda darsliklar hammasi rasmiylashtirilgan Amerikada. Bu jahon miqyosidagi kitoblar ketadigan. Shuning uchun machine learning demak bu ham ITga boshlagan, bu ham mana shu Amerikada chiqqan bu kitoblar. Mana shu hammasi jahonda. Bunisi Germaniyada chiqdi masalan va hokazo. Pedagogical. Demak, kitoblarim haqida gapirayotgan bo'lsam, men o'zim o'sha mutaxassisligim bo'yicha kompyuter texnologiya mutaxassisiman, amaliy matematika, sun'iy intellekt kabi yo'nalishlarda faoliyatimni olib boraman va ikkita kitob chop etdik. Bittasi texnik xarakterga ega kitob, o'sha sun'iy intellekt bilan raqamli moliya masalalariga oid. Mana bu ikkinchi kitobimiz, bu ko'proq til bo'yicha 2 yil mobaynida tajribamiz natijasi, mahsuli desak bo'ladi. Biz o'sha shunday tushunchaga keldikku, talabalarga lug'atlar kerak. Atamalarni, o'sha xalqaro atamalarni bilishi uchun demak men shunday lug'at ishlab chiqdik. Bu lug'at ko'p tilli lug'at hisoblanadi. Ingliz, rus, o'zbek, xitoy va koreys tillarida tashkil etilgan. Bu birinchi nashri va bu kitobni demak talabalarimiz uchun shu atamalarda chuqurroq bilimga ega bo'lishi va o'rganayotgan fanini chuqurroq tushunishi uchun yaratildi. Bu bizning universitetga, o'zbek xalqiga qilgan tuhfamiz. Biz O'zbekistonning kelajagi buyukligiga ishonamiz, chunki bu yerdagi yoshlarni ko'rib, naqadar bilimga chanqoqligiga guvoh bo'ldik. Ikkinchi nashrda biz tojik va fransuz tillarini ham qo'shish rejalarimiz bor, chunki sentyabrdan Samarqand xalqaro texnologiya universitetida mavjud koreys, xitoy institutlaridan tashqari fransuz o'sha texnologiyalar institutini ochish yo'lga qo'yilgan, ikki tomonlama kelishuvlar erishildi va ikkinchi nashrimizda mana shu qo'shimcha ikkita tilni ko'rishimiz ham kutilmoqda. Shavkat Miromonovich Makron bilan uchrashganlarida Samarqand nomidagi ko'cha bo'ldi o'sha yerda va Al-Xorazmini haykali ochildi. Fransiyada hammasi. Biz ham o'sha kunlari frankofoniya tashkiloti bilan birgalikda prezidenti bilan birgalikda shartnoma imzoladik va fransuz texnika institutini ham ochdik. Hammasi bizning tarkibimizda. Bizda endi butun 100% xorijiy infratuzilma bo'layapti. Chunki yangi O'zbekistonning bir xususiyati bor. Senga yo'l ochildi hozir. Mana chiqaver xorijga. Sheriklarni topgan va biz yo'l ochilgandan keyin prezidentlar shartnomani imzolaydilar. U yog'ini biz mana shu vakuumni to'ldirib, mana shu fransuz institutini ham bu yil ochyapmiz. Mana shu universitetimizning xususiyati va men ayniqsa faxrlanamanki 100% demak ingliz tilida, lekin shu bilan birgalikda bu tubdan yangi O'zbekistonning injener avlodlari. Tamoman ingliz tili va xitoy tili, ingliz, koreys tili. Mana hozir fransuz demak oliy maktabini ochdik. Bu yil qabul boshlanyapti 3 ta fakultetni. U yerda birinchi til fransuz tili bo'ladi, ikkinchi ingliz tili bo'ladi. Mana O'zbekistonning yangi injenerlarning avlodi. Har yili yangilanuvchi dunyoning eng yaxshi olimlari ro'yxatiga kiritilgan professor o'qituvchilarning Samarqand Xalqaro texnologiya universitetida faoliyat yuritayotganini mamnuniyat bilan qayd etish mumkin. Masalan, professorlar Muhammad Kabar va Chingiz Valmuhammadiylar Scopus ma'lumotlar bazasiga ko'ra jahonning eng ko'p iqtiboslilik darajasiga ega 2% olimlari ro'yxatiga kiritilgan. Ammo universitetda har bir olimning ishga olinishida xalqaro andozalarga to'liq javob beradigan ilmiy va pedagogik faoliyati jiddiy sinovdan o'tkaziladi. Ishonasizmi? Stanford universiteti Kaliforniyada u har yil e'lon qiladi 2% eng zabardast olimlarni va bittasi o'sha ro'yxatga kirgan edi. Mana ikkita olim o'sha xorijiy olim o'sha ro'yxatda. Bittasi ham o'sha yerda edi. Nihoyatda yirik olim.
u rostini aytay, haqiqatan ham biz g'ururlanib, o'rg'ozi bo'lganda xursand bo'ldik. Lekin qarasak, ilmiy tekshirish sohalari tadqiqotligiga teng yo'q, shuning uchun 2% kirdi, lekin pedagog sifatida qo'ldan kelmadi. U keldi, u ham o'yladiki, bu yerda hay endi qo'ldan o'tadi, men oliman, bu yerda bu hay nima bu O'zbekiston shunaqa mamlakat, hol tushunmaydi. Biz yo'q, biz 3 oy unga ham ming yirik zabardast olim bo'lsa ham biz 3 oy qarab turdik, qarasak bola shikoyat qilyapti. U uslubiyotni, o'qitish uslubiyoti bizda hamma xorijlar, hammasi o'ziga xos. Lekin shu bilan birgalikda ta'limda ham o'zini qonuniyatlari borda, qarasak mos kelmayapti. Bu bir. Ikki, muomalasi, uch kamsitish bolalarni, sal manmanlik. Keyin biz majbur bo'ldik, kechirasiz domla. Hurmatingiz katta, siz yirik olim, lekin pedagog sifatida bizga bo'lmaydi. Bu 3 oydan keyin javob berdi. Biz aytdikki, siz zo'r olimsiz, menga hozir shu bosqichda birinchi navbatda pedagoglar kerak. Not quite yet. Shuni unutmasligimiz kerakki, biz bu yerda ingliz tilida ta'lim beruvchi xalqaro darajadagi Amerika modeliga asoslangan universitet sifatida faoliyat yuritmoqdamiz. Biz bu yo'nalishda juda tez harakat qilyapmiz. Ayniqsa, yaqin orada qurib bitkaziladigan yangi kampusimiz, zamonaviy jihozlar, xususan laboratoriyalarimiz ishga tushgach, ular dunyodagi har qanday universitet bilan raqobatlasha oladigan darajaga chiqadi. Bizning o'quv dasturimiz esa allaqachon xalqaro standartlarga mos ravishda ishlab chiqilgan. Shu bois, bu yerda beriladigan diplomlar dunyodagi boshqa mamlakatlardagi diplomlar bilan tenglashtiriladi. Demak, ayrim jihatlar bo'yicha biz allaqachon raqobatbardoshmiz. Bizda demak, petroleum engineering, konchilik, mining, electrical, Xitoy bilan electrical engineering, Hindiston bilan kompyuter, ya'ni nihoyatda dolzarb masalalari. 21-asrning belgilari. Bilib qo'ying, men ayniqsa doim shogirdlarimga aytamanki, agar biz lekin ming intilsak hozirgi zamonaviy yutuqlarga, lekin agar ildizlarimizni, shu poydevorimizni yana birda anglamasak agar hech qachon erishmaymiz. 3 marta shos Shanxay davlatlarining demak kengashi o'tgan edi Toshkentda. Lekin Shavkat Miromonovich taklif qildilarki, biz yangi O'zbekistonda Samarqandda o'tkazaylik. Biz ham bir o'yladik, birgalikda shu g'oya keldiki, shu shozga bir tuhfa qilaylik. Va qanaqa tuhfa? Ashraf Ahmedov 94-yil birinchi marta 8 ta qo'lyozmadan foydalanib, qiyosiy tahlil qilib, Ulug'bekni 600-yiliga Toshkentda Fanlar akademiyasida fan nashriyotida zijni birinchi marta mukammal 8 ta manbalardan foydalanib rus tilida. Biz taklif qildik, keling domla birgalikda akademiya va Samarqand xalqaro texnologiya instituti bir o'ziga xos bir tuhfani qilsin. Mana shu yirik bir voqea. Butun jahon 14 ta prezident va bosh vazirlar yig'ilgan edi o'sha yerda. Chunki bu o'zi fors tilida yozgan. Birinchi marta tarixda biz shuncha zij deymiz, shuncha Ulug'bek deymiz, birinchi marta demak Ulug'bek zijini o'zbek tilida. Va shuni biz Turkiyada mega bosim degan nihoyatda yirik bir bosmaxona bor, chop etdik u yerda. Lekin shu bilan birgalikda biz xabarimiz borki, Si Jinping, endi Xitoy, uni o'rni hammaga ma'lum va biz maxsus tayyorladik bu yana bir nusxasini Xitoy olimlar bilan birgalikda va Xitoy tiliga tarjima qildik. Ingliz zabonliklar, bu yerda Modi Hindistondan, Erdo'g'an va boshqalari, albatta ularga ingliz tilida biz mana shu 4 jildini chop etib, bu manbalar biz bejiz emas takrorlayapmiz. Mana shu hammasi o'zbek tili va madaniyati markazining faoliyati. 99 ingliz zabonlik. Shuncha xorijlar, lekin baribir har bir talabamiz shubhasiz bilish kerak avvalo merosimizni, poydevorimizni va hattoki xorijlar hozir bizda birinchi kursda nafaqat hammasi o'sha aniq. Shu bilan birgalikda o'zbek tilini ham o'rganyaptilar. Bir zamonlar Samarqand dunyoning ilm, ma'rifat va madaniyat markaziga aylangan paytlarida Sulton Mirzo Ulug'bek Samarqandda katta madrasalar va ilm dargohlari barpo qilindi. Shu bilan birga dunyoda tengi yo'q samo jismlarini, yulduzlarning harakatini o'rganadigan rasadxona barpo qilindi va o'sha paytda dunyoning juda ko'p olimlari va talabalari Samarqandga oqib kela boshladilar. Samarqandda
dunyoni taqdirini o'zgartiradigan juda katta ilmiy izlanishlar va kashfiyotlar olib borilayotgan edi. Mirzo Ulug'bek hazratlari olamdan o'tgandan keyin uning sadoqatli shogirdlaridan biri Ali Qushchi Mirzo Ulug'bekning bir qancha kitoblarini, xususan Zij Jadidi Ko'ragonini olib o'zi bilan birga Turkiyaga ketadi. Zij asarini yevropalik olimlarga tarqatgan edi. Bugun esa Samarqand Xalqaro Texnologiya universiteti tashabbusi bilan ana shu ulug' ajdodimiz Sulton Mirzo Ulug'bekning Zij asari o'zbek, rus, ingliz va xitoy tillariga tarjima qilinib, Osiyo qit'asining bir necha prezidentlariga hadya qilindi. Demak, bir zamonlar Mirzo Ulug'bek davrida ilm ma'rifatga yo'g'rilgan, ilm ma'rifat maskani bo'lgan O'zbekiston bugun yana qaytadan dunyoning ilm ma'rifat markazlaridan biriga aylanyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Ketadi, chet elda grantini yutib olaman, chet elga boraman. Xo'sh, u yerda nima qiladi? Maqsad turli professorlardan leksiyalar tinglash. Bizda bu bor, yonginamizda, tekin o'zimizni bag'rimizda turib, bolalarimiz o'sha 18 ta mamlakatning nafasini oladi va eng ilg'or nafasda, eng ilmga cho'milgan. Bu yerda biz tortinamizki, ularning dunyoqarashiga mos bo'laylik, kimligimiz yana yomon qiliqlarda ko'rsatib qo'ymaylik deb bizda hushyormiz. Ular asli yetuk olimlar. Ular ham bizni hurmatimizni joyiga qo'yib, o'shanday katta olimlar, shunday professorlar til bilmasak ham hammasi qo'lini ko'ksiga qo'yib bunday qiladi. Men ham shunday qilaman. Shu egilishni o'rgandimda, sof o'zbek tilida gapiradigan inglizlar bor. Sof o'zbek tilida gapiradigan koreyslar bor. Yana bizda bitta narsani qo'yib berishlarini iltimos qiling. Samarqand degan ashulani 5-6 ta millat, inglizmi, koreysmi, xitoymi sahnada kuyga solib, bizni milliy kiyimlarimizni kiyib qo'shiq aytadi. Hayajondan ko'zingga yosh kelib ketadi-da. Samarqand, Samarqand. Samarqand, Samarqand. Samarqand, Samarqand. Ahri mahmud shaman. Buyuk jotlar yutursan, oltin minor makon. Samarqand, Samarqand. Armon ko'tirsan, buyuk jotlar yutursan. Meine Vatan, Samarkand Saikali, Ruhi Zami hast. Samarkand, Samarkand, Небесы не рассвет. Samarkand, Samarkand, лучше города нет. Самахет, Самахет. 你像澄海一样，你是为人之城，继续为他支撑。你是为人之城，继续为他支撑。 va mana shu universitetga meni dekan sifatida taklif qilishganida xursandchilik bilan taklifni qabul qildim. Chunki yangi ochilgan universitetlarda o'sha birinchi yillarda hayot shunchalik dinamik tarzda rivojlanadiki, o'qituvchilardan, professorlardan va dekanlardan ko'p kuch va g'ayrat, shijoatni talab qiladi. Men o'zi shunday shaxsman. Men dinamik hayotni afzal ko'raman. Men statik hayotni unchalik xush ko'rmayman. Va bu yerga kelib o'sha talabalarga, universitetning rivojlanishiga katta hissa qo'shishimni, talabalarimni mendan oladigan bilimlariga turtki bo'lishini bilib, shu lavozimni qabul qildim va Samarqand Xalqaro texnologiya universitetiga kelishga qaror qildim. Dunyoning juda ko'p nufuzli oliy dargohlarida ishlagan taniqli olimlar faoliyat olib boryaptilar. O'shalardan biri Jimbo Klaver dunyoning bir necha oliy dargohlarida ishlagan va ayni paytda u Samarqandda ishlayapti.
u kishi asosan amaliy matematika va sun'iy intellekt bilan bog'liq juda katta mutaxassis sifatida e'tirof etilgan. Sun'iy intellektni odamlar turlicha qabul qilyaptilar. Ya'ni birinchi toifa odamlar agar sun'iy intellekt to'liq ishga tushadigan bo'lsa, odamlar o'rtasida ishsizlik ko'payadi. Odamning o'rnini sun'iy intellekt egallab oladi. Keyin bizning taqdirimiz nima bo'ladi degan hadik bor. Shundan kelib chiqib professor Jimbo Klaverga savol berdim. Haqiqatan ham sun'iy intellektning bugun hayotimizga kirib kelishi odamlar o'ylagandek katta xavf-xatarga va ishsizlikka mubtalo qilishi mumkinmi degan savolimga janob professor quyidagi javoblarini ma'lum qildilar. Artificial Sun'iy intelligence intellekt shunchalik chuqur va shiddat bilan kirib kelyapti hayotimizga, biz unga befarq bo'la olmaymiz, uni e'tibordan qoldira olmaymiz. Albatta biz universitetda ham sun'iy intellektga oid bilim va ko'nikmalarni berishni allaqachon boshlaganmiz. Sun'iy intellekt qanchalik muhim, katta ahamiyatga ega bo'lib borishiga qaramasdan bir narsani doimo yodimizda saqlashimiz kerakki, sun'iy intellekt ortida, har qanday dastur ortida yoki robot texnologiyalar ortida inson miyasi turadi. Inson komponenti bu kabi dasturiy qandaydir ta'minotlarda va bu kabi hozirgi zamon konseptlari ortida baribir katta o'rinni egallab kelmoqda. Va kelajakda ham qanchalik texnologiya, robototexnika va sun'iy intellekt sohalari rivojlanishiga qaramasdan inson rolisiz, inson aralashuvsiz ular amal qila olmaydi. Shuning uchun biz ularni, demak, bunday rivojlanishlarga, bunday texnologik o'zgarishlarga ijobiy qaraymiz. Ularga talabalarni tayyorlab boramiz va doimo inson komponenti ahamiyati haqida unutmaslikka chorlab qolamiz. Samarqand Xalqaro texnologiya universiteti talabalari dunyoning turli mamlakatlarida bo'lib o'tadigan xalqaro loyihalar, olimpiadalar, anjumanlarda ham faol ishtirok etib, universitet nufuzini munosib himoya qilmoqda. Maqsad jahon darajasidagi muhandis kadrlarni tayyorlash bilan birga eng oliy qadriyatlar, or-nomus, hurfikrlik va insonparvarlik universitet jamoasining shioridir. Bir so'z bilan aytganda, universitet yangi O'zbekistonda ta'lim islohotlari samarasini yaqqol namoyon etuvchi, yoshlarning hayot yo'lini topishlariga imkoniyat ochuvchi, texnika va texnologiyada, iqtisodiyotda innovatsion yutuqlarning drayveri bo'lishga mo'ljallangan yangi avlod muhandis kadrlarni tayyorlaydigan oliy qutlug' dargohga aylanmoqda. Osmonlarga uchamiz kel, ko'kda oyni quchamiz kel, dunyo sirini ochamiz kel, kelgil bizning safimizga, oliygohim aziz go'sha, keng bilimli g'olib o'sha, dengiz kabi jo'sha jo'sha, kelgil bizning safimizga. Gulxonaga aylansin vatan, nurxonaga aylansin vatan, darsxonaga aylansin vatan, kelgil bizning safimizga.